kinoya urug'i haqida bilishni xohlaysizmi? Bu urug'ning yetishtirilishi Janubiy Amerikada qadimiy ink qabilalariga mansub ekan. Ular 5000-7000 yil avval bu kinoya urug'larini iste'mol qilishni boshlashgan va hayotga tatbiq qilishgan ekan. Hozirgi zamonda kinoya urug'ini tavsiya qilish mumkin nimaga? Buni birinchidan energiya manbai, ikkinchidan oqsil juda ko'p. Vitamin A, vitamin E, temir moddasi, sink ko'p bo'lgani uchun va B guruhi vitaminlari ko'p bo'lgani uchun hammani terilari yosh, chiroyli, jozibador, jilodor bo'lishiga sabab bo'ladi. Buni tarkibida juda ham aminokislotalar ko'p bo'lgani uchun bolalarning aqliy rivojlanishi, umuman qarilganda eslash qobiliyati susayib ketmasligi uchun, demensiya, Alzgeymer kasalliklarini oldini olish uchun ham muntazam yeb yursa bo'ladi. Yana bu kinoya urug'ida gluten yo'q ekan. Gluten ko'tara olmaydigan odamlarga ham bularni tavsiya qilaman. Kinoya urug'ini homilador bo'la olmayotgan, homilasi surunkali tushib qolayotgan va hayz sikli to'g'ri bo'lmagan ayollarga tavsiya qilaman.